Azizlar, tushida o'lgan odamni ko'rishlik umuman yaxshi emas va xosatan agar o'lgan odamlarni tez-tez ko'rsangiz. Qabrlar, o'lganlar, o'lgan chaqaloqlar ko'rishlik bu sehrni bildiradi. Bildirganda ham juda bir kuchli, og'ir qora sehrni bildiradi. Ko'pincha o'limga qilingan sehrni bildiradi. Agar tushida o'lgan odamlarni ko'rsangiz, sizni ishingizni o'ldirish, hayotingizni o'ldirish, sog'ligingizni o'ldirish va ba'zi odam o'zini o'ldirishga qiladi. Rad tomonlama yoki bir harakat qilib. Masalan, kommentariy juda ko'p odam shu haqida so'rayapti. Masalan, imенно mana kommentariy, tepada turgan kommentariy tushida o'lgan odam gilam yuyapti. Sizga Alloh azza va jalla ayon qilyapti, ya'ni uyingizga vallohu alam qabriston tuproqlar yoki o'lgan odam suvi sepilgan. O'lgan odamni yuvgandan keyin suvni ba'zi baxshilar olib, suvni sepishadi uyga. Sepgandan keyin uyga muammolar keladi, uyda baraka qochadi. Sizga ham tavsiyam shu dam solingan suvlarni uyga sepish kerak yoki gilomingizni yuvib tashlashingiz kerak. Dam solingan suv bilan sepib yuvib solsangiz, shu sehr ketishini bildiradi. O'lgan odamlar ovqat yeyishlik, shu o'lgan odam Allohning qabriston tuproq ovqat solib yedirib olgan bo'lishi mumkin. Xullas, o'lgan odam ko'rishlik yaxshi emas. Ilonlar ham ko'rish yaxshi emas. Tepalikdan tushishlik bu ham sehr yangilaganini bildiradi va xosatan hayotda yiqitish uchun, hayotda sindirish uchun qilingan sehrda odam tushida tepalikdan tushib beradi. Allohu a'lam.